Albatta u kishi doimo aytamizki, g'aniyun anit ta'rif. Biz ta'riflashimizdan ojiz yoki ta'riflashimizga tillarimiz ojiz yoki ta'riflasak saharlikkacha ta'riflasakda u zot sharifani haqlarini ado qila olmaymiz. Lekin shuni bilingki, Alloh va Rasuli uchun eng suyukli zot sharifalardan bular bo'ladilar. Aynan payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga. Hazrati Amr ibn Osni bir odatlari bo'lardi. Doimo payg'ambar alayhissalatu vassalam suhbat qilar ekanlar, sahobalarga o'zlarining so'zlarini aytar ekanlar. Shunday Amr ibn Os Rasulullohga qarab turar ekanlar. Endi Rasulullohni doimo u kishiga qarab gapirganliklarini ko'rar ekanlar. Asli ahli siyar aytadilarki, unday emas. Payg'ambar alayhissalatu vassalam hamma sahobalarga ham shunaqa nazar qilib qarardilar suhbatlari chog'ida. Lekin Amr ibn Os meni yaxshi ko'rsalar kerak, shuncha sahobaning ichida, chunki doimo menga qarab gapirarlar-da, debdilar-da, bir kuni so'rabdilar. Shunday so'radilarki, "Ya Rasululloh, man ahabbun nasi ilayka?" Ya Rasululloh, sizga eng suyukli, sevimli, eng mahbub zot kim deganlarida Aisha dedilar. Birinchi kimni aytdilar? Kimdi? Hazrati Oyishani aytdilar. Yo'q, aytdilarki, yo'q, minar rijal, erkaklardanchi dedilar. Minar rijal deganlarda Abuha dedilar. Otasi dedilar. Ya'ni Hazrati Abu Bakr. Keyin yana so'radilar, "Summa man?" Umar, "Summa man?" Usmon, "Summa man?" Ali, "Summa man?" Bu 10 ism ham aytayaptilar. Meni ismim kechikyapti. Qo'rqdimki, ismim oxirida chiqib qolishligidan keyin so'ramay qo'ydim dedilar. Demak, bu hadisda nima? Hazrati Oyishani payg'ambar alayhissalatu vassalamdan so'radilar. Aynan kim? Hazrati Amr ibn Os Aisha dedilar. Va yana bir hadis shariflarida shunday dedilar. Oyishani fazli dedilar. Oyishani fazli boshqa ayollarga nisbatan. Boshqa ayollari ham bor. O'zlarini ayollari bo'lsin, boshqa o'sha sahobiyatlar bo'lsinlar. Oyishani fazli boshqa ayollarga nisbatan xuddi kafaddi saridi ala sairil at'ima yoki ala sairil ta'am deydilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam sarid degan taomni yaxshi ko'rgan ekanlar. Sarid nima desangiz, vallohu alam, chunki unda aytiladi-da ta'rifida, go'shtni qaynatilganini yaxshi ko'rganlar, shuni sho'rvasi ichganlar. Qaynatma sho'rva bu. Rasulullohni suyukli taomlari shu bo'lgan. Hatto bir sahobiyatlarni taom qilayotganligini, aynan shu o'sha qaynatma sho'rva qilayotganligini ko'rsalar, suvni ko'paytiringizlar deganlar. Demak, o suyukli taomni payg'ambar alayhissalatu vasallam qarang yaxshi ko'rganliklarini bildirib, yana nima deyaptilar? Oyishani fazli shunday. Boshqa ayollarga nisbatan xuddi sarid qandayinki boshqa taomlardan afzal bo'lsa, fazilatda yoki yoqimlilikda Oyisha ham shunday deganlar. Balkim bir hadis shariflarida shatra dinikum deganlar. Shatra dinikum. Ana Humayrodan Hazrat Oyishani erkalab aytayaptilarki, mana u Humayrodan, Oyishadan diningizni yarmini oling deyaptilar. Demak, din ilmini shuncha sahobiyatlarning ichida Hazrat Oyisha radhiyallohu anha ko'p biluvchilardan bo'lganlar. O'sha Ifk voqeasi deyiladi, u kishiga qattiq bir tuhmat bo'lgan. U tuhmat asli payg'ambar alayhissalatu vassalomning o'zlariga edi. O'sha dushmanlarni har doimgi o'sha nimaligi, manqurtligi. Avvalda payg'ambarlarni tuhmat qilib, ayblab, o'ldirib, yolg'onchiga chiqargan qavm albatta payg'ambar alayhissalatu vassalomni ham shunaqa bo'xtonlar bilan aybladilar. Hazrati Oyishani radhiyallohu anhani qarang zinoda aybladilar. Safvon sahoba bilan birgalikda tuhmat qilishdilar. Ana o'sha tuhmat chog'ida Hazrati Oyisha aytadilarki, yig'laverganlaridan ko'zlari, yoshlari qurib ketdi. Qancha kunlar azob chekdilar. Chunki tuhmat. Payg'ambar alayhissalatu vassalam nima dedilar? O'zlari yo'q, men Oyishaga ishonaman demadilarda, aynan u kishini o'sha baroati, pokligida Alloh taolodan vahiy kutdilar. Va bir mahali vahiy keldi. Undan oshiq oyatda Hazrati Oyishani Alloh o'zi poklab oyat tushirgan. Mana u Nur surasida bor, qiyomatgacha tilovat qilinadi. Hali Nur surasini qorilarimiz o'qisinlar, men aytaman. Mana shu oyat Hazrati Oyisha radhiyallohu anha haqlarida va boshqa oyatlar ham, tayammum oyatlari bor. Demak, Hazrati Oyisha shunday so'zimiz avvalda aytdikki, Alloh va Rasuliga suyukli bandalardan bo'lganlaridanki Alloh u kishini poklab oyat nozil qilsa.
payg'ambar alayhissalatu vassalam bundayin yaxshi ko'rsalar. Alloh rozi bo'lsin u zotdan. Hattoki Hazrati Abu Bakrlar, Umarlar, qarang, Usmonlar u kishidan masala so'raganlar. Otalari Abu Bakr Oyshadan so'ranglarchi nima derkanlar derkanlar. Hazrati Umarlar xat yozib yoki elchi yuborib, onamizdan so'rab kelingiz, onamiz nima deydilar bu masalaga deya Hazrati Oyshadan shu kibar sahoba, sahobalarning eng kattalari ham maslahat, masala so'raydiganlardan bo'lganlar. Hazrati Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu bir kun eshitdilarki, Hazrati Abdulloh ibn Abbos bir so'z aytdilar. Kimda kim janoza namoziga qatnashib, bir o'sha mayitga janoza o'qisa, qirat, bir qirat ajr savob. Agar yana janoza o'qib bo'lib, keyin dafnga ham qatnashsa, lahu qiraton, 2 qirat ajr savobiga teng bo'ladi, uni ajri deganlarida bu hadisni siz qayoqdan eshitdingiz dedilar. Men payg'ambar alayhissalatu vassalomni o'zlaridan eshitdim dedilar. Nega bunday deyaptilar? Hazrati Abdulloh ibn Abbos aytdiki, u kishi sahobalar ichida eng yoshlardan bo'lganlar. Yosh, shu 6-7 yoshlikdan payg'ambar alayhissalatu vassalomning ilmlarini olgan ulug' zotlardan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam u zotga aynan o'sha kishiga allim mutta'wil, Allohim sen bunga, ya'ni bu bandanga ta'vilni, ya'ni tafsirni o'rgat deya duo qilganlar Hazrati Abdulloh ibn Abbosga. Va u kishini turjumanil Qur'on deyilgan. Qur'onni tarjimoni deb bitta shuncha sahobaning ichida u kishini aytiladi. U zot o'sha hadisni aytsalar, Abdulloh ibn Umar qayoqdan eshitdingiz uni dedilar. Shunda qarang, Rasulullohdan eshitdim deganlarda yana borib so'rangizlarchi, Hazrat Oysha nima derkanlar. Hazrat Oysha tasdiqladilar, keyin u hadisni qabul qildilar. Mana shunday bo'lgan, demak, Hazrati Oysha onamiz. Hazrati Oysha onamizni ilohim biz muhabbatan, sevgida albatta qadrlaymiz. Bugungi kunda har birimizni uyimizdagi Oyshalar, uyimizdagi Hadichalar, Fotimalar, Sofiyalar ilohim o'shalarni izdoshlaridan bo'lsin. O'shalar kabi solihalar bo'lsin, o'shalar kabi olimalar bo'lsin, o'shalar kabi qoriyalar bo'lsinlar. Ilohim ya Robbil alamin.